Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Mana yana bitta Namangan viloyatidagi molxonamizni bitkizib topshirish jarayonidamiz. Shifrga tayyor holatini qilib qo'ydik, xudo xolasa. Ertadan shifrlarni boshlaymiz. Molxonamiz razmeri 14 metrga 40 metr joyga qilib berdik. Stokalarni 120 turbadan qo'yib berganmiz. Tepa xoriglari 12 gon konteynerda qalin shvellardan. Stokalarimiz orasi 5 metrdan tushgan. Tepa firmalarimiz orasi 1.20 dan. Tepada havo aylanadigan zontilar bilan qo'ydik. Kimda shunday xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Chiroyli qilib beramiz mana kraskalari bilan. Bozor profilidan hech qanaqa farq qilmaydi. Like bosib obuna bo'lib qolasizlar.